aralashtirsanglar ham bo'ladi. Oldin qo'shiq yordamida aralashtirib turib, so'ng qo'limizda yaxshilab xamir qoramiz. Oldingi videomda ko'p savollar bo'ldi, qanaqa margarin ishlatasizlar? Men qo'rmish cho'ragiga kiloli mayamechta margarinni ishlataman. Boshqa margarinlarda ham qilib ko'rdim, lekin ko'nglimdagidek bo'lib chiqmadi. Mayamechta margarinda haqiqatan juda ham mazali bo'lib chiqadi, kumur-kumur bo'ladi xamirlar. Keyin mana ko'ryapsizlar, xamiri qattimlashgan. Bu xamir qattim bo'lib qolmagan. Margarin tez qotadi. Shuning uchun xamiringlar qattim bo'lib qolganga o'xshaydi, lekin juda ham ishlashga udobniy xamir. O'rtacha qattimlikda bo'ladi xamirimiz. Unaqa yumshoq ham bo'lishi kerak emas. Tayyor bo'lgan xamirimizni ustiga selofan paket yopib dam oltiramiz. Bu orada qiymasini qilib olishimiz kerak. Qozonchamizga yog' solib olamiz. O'zingizlar taxminan solinglar, unaqa yog'ini ko'p qilib yubormanglar. Yog'li bo'lishi kerak emas qiymasi. Men birinchi bo'lib qiymani solib qovuraman. Shunda ham ko'p savollar bo'ldi. Birinchi piyoz qovurish kerak, piyozingiz ko'p bo'lib qopti degan. Birinchi bo'lib qiymani qovuringlar, chunki qiymani qovurganingizda mana shunaqa sochilib, chiroyli bo'lib chiqadi qiymanglar. Birinchi piyozni qovursangiz suvi ham chiqib ketadi piyozi. Keyin qiymamizni katta-katta yirik-yirik bo'lib chiroyli qovurilmaydi. Chunki men piyozini ko'proq solaman. 800 gram qiymaga men 1 kilo piyoz ishlatyapman. Piyoz ko'p emas. Piyoz qovurilish jarayonida o'lib ketadi-da, yo'q bo'lib ketadi ichida. Shuni ham hisobga olamiz, hamda sochiniroq bo'lib chiqadi piyoz solsanglar. Tingan xamirimizni o'rtasidan bo'lib olamiz. Qiymasini bo'lsa, qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz. Dimlash jarayonida o'rtoqlikda pishaveradi. Bu orada xamirimizni bo'lib, yaxshilab mushlab tayyorlab qo'yamiz. Mana qaranglar, rosa chiroyli xamir bo'ladi. Yaxshilab mushlab ikkita qo'llab xamirga ishlov berishimiz kerak, xamirni pishitishimiz kerak. O'shanda xamiringiz chiroyli yoyiladi. Mana shunaqa zuvalalar qilib, ustiga selofan paket yopib, yana dam oltiramiz. Yana tinish kerak xamir. Mana qiymani ko'ryapsizlar, tegi baland emas, pastroq olovda pishyapti. Piyozni suvi chiqib, shu suvni o'zida pishadi. Ortiqcha suv, boshqa narsalar qo'shish shart emas. Mana shunaqa dimlatib, qiymamizni pishirib olamiz. Qiymamiz pishgunicha bu orada tingan xamirimizni qo'limiz bilan katta qilib ochib olamiz. Qancha xamirni katta qilib ochsanglar, shunchalik yoyishga udobniy bo'ladi. Unlab xamirimizni ochib olishimiz kerak. Ko'p zakazlarga qilsanglar bo'ladi. Bu retsept asosida chiroyli bo'lib chiqadi cho'ranglar, xavotir olmanglar, mazasi ham, ko'rinishi ham zo'r bo'ladi. Aytganlarimni to'g'ri o'lchab qilsanglar, mana shu 1 kilo 200 unimizdan bitta tog'oramiz to'lib chiqadi, somsa tog'oramiz to'lib chiqadi. Bu somsa tog'oraga necha kilo ketadi, nechta dona ketadi, hammani videoni oxirisida aytib o'taman, hamma ma'lumotlarni. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Xamirimiz yaxshilab tingandan keyin kattaroq qilib yoyib olishimiz kerak. Yupqa qilib yoymanglar, unlab yoyinglar. Keyin xamir yoyayotganda eshiklar ochuv yoki oynanglar ochuv bo'lmasin, xamir usti qurib qolish kerak emas. Tugayotganimizda qiynalamiz. Shuning uchun yopiqroq xonada, sovuq kunlarda, ayniqsa hozirgi havoda yopiqroq joylarda yoyinglar xamirni. Mana shunaqa katta qilib yoyib olasizlar. Unaqa yupqa qilmadim, ko'rib turibsizlar. Unaqa yuqa ham qilib yubormanglar, chunki yupqa bo'lsa, chiroyli bo'lib ishib chiqmaydi. Sal qalinroq bo'lsa, xamir yana ham chiroyli bo'ladi. Mana shunaqa figurka pichog'inglar bo'lsa, shu pichoq yordamida hamda men unaqa idishdan foydalanaman. Paxta gulli peladan kattaroq idish bu. Mana shunaqa kattaroq idishlarni mo'ljallab turib, kesib chiqasizlar to'rtburchak shaklda. Turgan joyda kesamiz. Katta to'rtburchak shaklda kesib olamiz. Bunaqa figurka pichoqda kesganimizga chetlari juda ham chiroyli ko'rinishda chiqadi. Chetidan qolgan xamirlarni bir-biriga yopishtirib, to'rtburchak qilib, ularni ham tugib ishlatsanglar bo'ladi. Mana qiymani ko'ryapsizlar. Piyoz unaqa ko'p emas, normalniy. Agar kimdirlar piyozini ko'p deydigan bo'lsa, bemalol piyozini kamaytirib, qiymasini ko'paytirsanglar bo'ladi. O'zingizlarning xohishingizga bog'liq. Men sizlarga mana tugish usulini ko'rsatyapman. Bu tugish ham juda ham chiroyli chiqadi. 4 tarafini buklab, o'girib turib qiymasini solib olamiz. Bu usulda tugsanglar ko'rinishi chiroyli chiqar ekan, lekin
tog'oraga zakazga qiladigan bo'lsangiz ko'p ketar ekan. Oddiy chuchvaraga nisbatan bu to'lishi qiyinroq ekan tog'orani. Bu tarelkalarga qo'yib qo'yish, mehmonlar kutganinglarda tarelkalarga qo'yib dasturxonga qo'ysanglar, yana ham dasturxonni ko'rkini ochadigan chuchvara ekan. Shuni hisobga olinglar. Zakazga qilganinglarda tog'orani to'ldirish sal ko'proq ketadi. Oddiy mana bunaqa videoda oddiy o'zimiz chuchvaralardagi qilsak, tog'ora tez to'ladi. Bu oddiy chuchvara tugilish usuli. Buni hamma biladi, faqat uchiga ahamiyat beringlar, yopishtirganinglarda yaqin qilib yopishtirib olmanglar, orasi sal kattaroq bo'lib ochilib tursin, shunda yana ham katta bo'lib chiqadi. Bu tugish usuli bo'lsa, shu buvilarimiz o'rgatgan chuchvara tugish usuli. Oldindan mana shunaqa tugiladi. Bu ham eng tog'orani tez to'ldiradigan tugilishi, mana shu oxirgi tugishim tog'oranglar tez to'ladi. Chunki chuchvaralar katta bo'lib chiqadi. Bu usulda tutganinglar hisobiga tog'ora tez to'ladi zakazga qilinayotganda. Hammasini mana videoda ko'rsatilgandagi qilib tugib tayyorlab olinglar. Men hozir sizlarga 3 xil usulda ko'rsatib o'tyapman. Bitta tog'oraga qilyapman. Men asosan shu tog'ora to'lishi uchun oxirgi 3-ko'rsatgan usulimdagi tugyapman, chunki tog'ora tezroq to'ladi, chiroyli bo'lib chiqadi. Bu tugayotgan usulim asosan dasturxonbob tugilish usuli. Buni ham eng yaqin insonim o'rgatganlar, juda ham chiroyli chiqadi. Sizlar o'zingizlar xohishingizga qarab xohlasanglar bu usulda, xohlasanglar oddiy usullarda tezroq bo'ladigan bo'lsa, oddiy chuchvara tugaydigan usullarda tugsanglar bo'ladi. Menga lekin baribir oddiy tugilgan chuchvara ko'proq yoqadi. Kimga qaysi chuchvara ko'proq yoqdi, albatta kommentariyada o'z fikringlarni qoldiringlar yozib. Sizlarning fikringlar men uchun muhim. Baribir bularimiz o'rgatgan chuchvara tugilishiga hech qaysi yetmaydi. Chiroyli bo'lib chiqadi. Hammasi o'ziga yarasha chiroyli, faqat hamma narsani mehr bilan qilsak, hamma narsamiz chiroyli bo'lib o'xshab chiqadi. Hamma chuchvaralarni ketma-ketlikda tugib olasizlar, tarelkalarga joylab tayyorlab olamiz. Bitta zuvalarni hozir yoyib, tugib tayyorlab olaman. Bu orada qozonga 1,5 litr, 2 litr atrofida yog' solib qo'yinglar. Yog'inglar qizib turishi kerak. Unaqa baland olovda qivormaymiz. O'rtacha olovda bo'lishi kerak yog'imiz. Mana men ikkita laganda chiqdi chuchvaralarim, yana ozgina tarelkada bor. Bularni endi qozonchaga solib, qozonimizga solib pishirib olamiz. Olov baland bo'lishi kerak emas, o'rta olovda pishishi kerak. Mana ko'ryapsizlar. Birpasda yog'ga solishinglar bilan shunaqa chiroyli ko'tarilib chiqadi. To'lib ketadi qozoninglar birpasda. O'rta olovda o'girib pishirib olamiz. Yog'ga tushishi bilan o'zi tez ko'tarilib, yana ham chiroyli holatga keladi. Ishib chiqadi. Mana yaxshi yopishtirishimiz kerak. Ko'rib turibsizlar videoda bittasi ochilib ketgan. O'sha yopishtirayotganda ahamiyatli bo'lib yopishtiringlar. Baribir bitta orada bo'lib turadi. Hamma ishda o'ziga yarasha kamchilik bor. Beayb Parvardigor, hammamiz ham adashamiz. Videolarimda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Qo'ldan kelgancha chiroyli olishga harakat qilyapman videolarni. Sizlar albatta like bosib, yaqinlarga ulashib, qo'llab tursanglar, men hammanglardan minnatdor bo'lardim. Mana aziz kuzatuvchilarim, bitta tog'ora bo'lib chiqdi. Bitta tog'oraga 2 kilo chuchvara ketadi. Donaga hisoblaganimizda ham bitta tog'oraga 50 ta chuchvara ketadi. Mana gulli chuchvaralarimizni ham qaranglar, chiroyli ko'rinishda chiqadi. Qilib ko'rishinglarga arziydi. Og'zingizda erib ketadi. Mana bemalol eshitishinglar mumkin qanaqa qimirlashlarini. Bismillahirrohmanirrohim. Qayerda? Zo'r. Muhammad Ali? Zo'r. Zo'rmi? Oshpaz. Ovozlarni eshitib turibsizlar, juda ham qumur-qumur, mazali bo'lib chiqadi, hech ham uyaltirmaydi. Qilib ko'rishinglarga arziydi. Albatta tayyorlab ko'rib, oila a'zolaringlarni xursand qilinglar. Sog' salomat bo'linglar.